Garmon lazgisi. Xivada yozilgan adabiyotlarni Rossiyada Qozon bosmaxonalarida chop etib, uzoq yo'llar bosib, tatarlar oylab yo'llarda yurib, cho'lu biyobonlar orqali aravalarda Xivaga eltib kelganlar. Ular yo'lda charchab qolmaslik uchun tatarlarning milliy sozi bo'lgan garmonni o'zlari bilan olib, charchoqlarini chiqarib, dam olib, soz chalib kelganlar. Garmon sozining oddiyligi, pardalarni bosish qulayligi, hajmining kichikligi xalfalar san'atiga mos kelgan. Xalfalar tez orada bu sozni o'zlashtirib olib, garmon chalib ashula aytadigan, raqsga tushadigan bo'lganlar. U to'y ma'raka, ayollar bazmida yanada jonlantirilib, dillarga olam zavq bag'ishlagan. Bu yo'nalishdagi xalfalar g'azallarga kuy bastalab, soz chalib, raqsga tushib, el og'ziga tushishgan. Garmon lazgisi ijro etilganda xalfa ayollarning jaqu, kishtak deb olqishlab turishlari lazgi raqsining yangicha ko'rinishida rivojlanishiga sabab bo'lgan. 18-asrning oxirlarida to'y ma'rakalarda xalfalar xotin-qizlar o'tiradigan xonaning to'rida o'tirib, kun botgandan tonggacha biri kuylab, biri raqsga tushgan. Ular Xorazm shoirlari g'azallaridan, xalq dostonchiligidan bir-biriga javob bo'ladigan qo'shiqlar aytganlar. Ular ko'pincha cholg'u asboblari yordamida emas, balki urma, piyola, zang, qayroq, angishvona, likopchalarda barmoqlarini qarsillatib, undan chiqqan ovozga jo'r bo'lib kuylaganlar va raqsga tushganlar. Xalfalar ijodidan rang-barang g'azallar, xalq dostonlaridan olingan qo'shiqlar xalq raqslarida asosiy o'rin tutgan.